nima uchun shunaqa bo'layotganini o'zim tushunmayapman degan shikoyatlar bo'lishi. Erkakning jinsiy olati ham bor, ko'kragi ham bor. O'zini qizi ekanligini bilib turadi, o'zini o'g'li ekanligini yoki o'zini singli ekanligini. Oyoqqa naski kiyib olib aloqa qilish ereksiyani kuchaytiradi degan gap ham bor. Lesbiyankalikka aynan qiziqqani uchun kirib ketgan. Birinchi kechada o'g'il bolalikni isbotlashing uchun albatta zoofil, ya'ni o'sha hayvon bilan bo'lishing kerak. Qaysidir joyiga sigaret bilan kuydirish. Detalni eslashni boshlagandan keyin shunaqa detallar kelib chiqadi va ho'ngrab yig'lab shu narsani aytib beradi. Kimgadir kerak va kimgadir o'zida shu muammosini borligini uyalganidan hech kimga ayta olmaydi. Assalomu alaykum azizlar, Toshoynaning navbatdagi dasturi va bugun juda ham qiziq bo'lgan va sizni bu narsaga agitatsiya qilish emas, balki shu muammosi bor bo'lgan insonlarni yechimi borligini, buni qanday yo'li borligini va qanday tushunchalar nima bildirishi haqida gaplashamiz. Va bugun bilasizlar, suhbatni oliy toifali psixolog va munosabatlar bo'yicha ekspert Parzod opa bilan davom ettiramiz. Assalomu alaykum, Akbar Shoh, sizni ko'rganimdan xursandman. Haqiqatan ham bugun bizlarning podkastimizni mavzusi juda ham dolzarb. Siz, men mutaxassis sifatida bunaqa insonlarni juda ko'p uchraymiz. Bizning fokusimiz ham aslida shunaqa oilalarga qaratilgan, chunki shuni ham aytib o'tish kerakki, ba'zan inson o'zida mana shu jinsiy buzilish borligini hattoki bilmaydi ham. Mana shikoyatidan kelib chiqqan holda mana shu parafiliyalarni simptomlarini aytganidan biz o'zimiz tushunamizki, ha, jinsiy buzilish ketyapti va mana shu jinsiy buzilishlarning yechimi bormi? Ularni umuman olganda ildizi qayerda? Chunki ko'p holatlarda har bitta parafiliyani ildizi bu bolalikdan kelib chiqadi va xotira mana shu juda kuchli travmani rad etish uchun u zaxiraga tashiydi. Odam anglagan holda bu narsani eslamaydi. Qachonlarda shunaqa bo'lgan, qachonlarda zo'ravonlik ko'rganini esida yo'q, lekin katta bo'lganda unda ehtiyoj paydo bo'ladi. Jinsiy buzilishlarning eng katta muammosi ham shundaki, nima uchun shunaqa bo'layotganini o'zim tushunmayapman degan shikoyatlar bo'lishi. To'g'ri aytasiz, Parzod opa, qarang. Bizlarni kuzatayotgan odamlar er-xotin yoki hali turmush qurmagan yoki jinsiy hayot boshlagan lekin davom ettirolmayotgan yoki xuddi shunday muammosi bor bo'lgan insonlar kuzatadi. Bularga jinsiy buzilish o'zi nima, mana parafiliya nima, fantaziya nima, bular asosida qachon kasallik kelib chiqadi, umuman qachon o'zi kasallikka aylanadi yoki kasallik emasmi bu? Shu haqida tushuncha bera olasizmi? Parafiliya bu jinsiy buzilish hisoblanib, ya'ni insonni noodatiy seksual xohishlarini yuzaga keltiradigan bir jarayon hisoblanadi. Ya'ni mana tabiatdan erkak va ayolning o'zini funksiyasi bor va jinsiy aloqani ham o'zini normalari bor. Va normadan ortiqcha, normaga kirmaydigan har xil xohish istaklar bu jinsiy buzilishlar deyiladi, ya'ni parafiliya deyiladi. Bularga nima kiradi? Masalan, ekshibisionizm degan tushuncha bor. Bu qachonki inson mana shu parafiliyasi shunaqa-da, buni umumiy qilib aytganda buni jinsiy buzilish deymiz, lekin ularning bir nechta turlari bor. Ekshibisionizm u inson qachonki o'zini boshqalarga yalang'och ko'rsatib, mana shu narsadan rohatlanishi. Jinsiy qoniqadi. Ya'ni bu o'zidan o'zini yalang'och ko'rsatish haqida gap ketmaydi. Bu qachonki u o'sha odam, uni ko'rgan odam reaksiya bildirsa agar, o'shanda u rohatlanishi boshlaydi. Tushunyapsiz? Odamlarning reaksiyasi kerak. Agar u shunchaki yalang'och bo'lsa, u xotinini yoki erini oldida ham o'sha yalang'och yurgan bo'ladi. Aytaylik, masalan, biseksuallik bo'ladi. Endi transvestitlar ko'proq buzilishga kiradi. Biseksuallar bu insonni o'zini tanlovi. U yerda ongiy ravishda qiladi. Biz hozir jinsiy buzilish deganda bu ko'proq onsizlik ravishda odamda shakllangan jarayon. Tushunyapsizmi? Ya'ni inson buni nazorat qila oladi, qayerdadir hattoki xohlamaydi ham shunaqa bo'lishini, lekin ehtiyoj bor. O'sha yoshligidan kelib chiqqan holda. Shunday ekan, jinsiy buzilishlar bu aynan o'sha normaga kirmaydigan va umuman olganda sog'lom inson uchun bu vahshiy qayerdadir ko'rinadigan xohish istaklar, seksual xohish istaklar, parafiliya. Men tushuncham bo'yicha hozir bu erkakni yoki ayolni jinsga bog'liq bo'lmagan holda jinsiy aloqa orqali o'zini qondirish. Misol uchun ekshibisionizm deyapsiz. Nekrofiliya, ya'ni o'lik bilan aloqa qilish kiradi. Hayvon bilan aloqa qilish? Ha, zoofiliya kiradi. Zoofiliya kiradi. Tak, yana ekstremal holatda. Ekstremal holatda adrenalin, BDSMni mana qarang, BDSM kiradi buzilishga albatta, chunki u ekstremal hisoblanadi. Bu ya'ni og'riq olishi hisobiga maza qilishi bu ham. Demak, undan ajralib turadi.
Mana bu, Normadan ajralib turadi. gomoseksualizm, biseksualizmdan bu narsa alohida, lesbiyanizmdan alohida. Shunaqa. LGBTning ichida lesbiyanka, biseksualizm, gomoseksualizm va transvestitlar kirgan. Demak, transvestitlar ham paraferiya hisoblanadi, ham bu jinsiy Psixologik buzilish. jinsiy buzilish ham hisoblanadi. Ya'ni psixologik tomondan, psixiatriya tomonidan, qayerdadir organikasidan kelib chiqqan holda. Shuni ham aytib o'tish kerakki, nima uchun ko'p holatlarda LGBTlarni, ya'ni gomoseksuallarni, lesbiyankalarni aynan buzilishlarga qo'shib qo'yishadi. Chunki bunday insonlarni o'zi normada bo'lmagani uchun ularni jinsiy aloqasi ham normaga kirmaydi. Ya'ni ularni o'zida mana shu buzilishi bor ekan, ular aynan mana shunaqa noodatiy narsalarni yaxshi ko'rishadi. Ko'p holatlarda aynan mana shunaqa juftliklarda shunaqa narsalar kuzatiladi. Transvestitlar ikki xil bo'ladi. Haqiqiysi va psevdo transvestitlar. Haqiqiysi misol uchun tug'ilganda ko'kragi bor va jinsiy holati bor, lekin tuzilish ko'rinishi ayol kishi. Psevdo transvestitlar bu erkak kishi nimadir bo'ldiki, o'zini ayol kishidek his qilib, operatsiya qildirib, silikon ko'kaklar qo'ydirdi, jinsiy holatini qinga aylantirib operatsiya qildirdi va kekirdagini olib tashlab, ovozini ingichka qilib, gormonlar olib, ayol kishiga aylanmoqda. Bularni ichida qaysi birida jinsiy buzilish bor? Ikkalasida ham. Ikkalasida ham. Albatta. Haligi paraferiya buzilishi bor demoqchiman. Qaysi biri? Ikkalasida ham bo'ladi, albatta. Chunki siz aytayotganingiz mana gomofroditlar bor. Siz aytganingizdek tug'ilgandan ko'kragi bor, qayerdadir ham erkakni, ham ayolni ko'rinishi bor ularda. Ya'ni o'sha a'zolarida. Masalan, o'sha erkakni jinsiy holati ham bor, ko'kragi ham bor. Germafrodit insonlar, tushunyapsizmi? Shunday ekan, bu o'sha tug'ma shunaqa ular. Va ular keyin tanlov qiladi. Men ayol bo'lamanmi yoki erkak bo'lamanmi? U yerda jinsiy buzilish yo'q. U yerda genetik buzilish bor. DNKsida buzilish bor bo'lishi mumkin. Va ular ko'p holatlarda bunday insonlar tanlov qilib, masalan men erkak bo'laman desa agar, ular ertaga o'sha erkaklarni hayotini, sog'lom hayotini kechirishi mumkin. Biz ko'kragini olib tashlaydi, gormon erkaklarni oladi va erkak bo'lib yashayveradi. Shunday, va ular bemalol erkak, mana xotin olib, bemalol yashashi mumkin. Lekin xohlamaydilar. Agar biz aynan soxta transvestitlar degan narsa endi balki meditsinada bordir-da, ya'ni psevdo transvestiti demoqchisiz, lekin bunday insonlarda ham baribir jinsiy buzilish miyadan ketadi. O'g'il bola bo'lib tug'ildi va qachon o'sha bolaligida bo'lsammi yoki o'smir yoshida kuchli psixologik travma olgandan keyin, masalan, erkak tomonidan zo'ravonlik olgan bo'lsa, o'sha zo'ravonliklarni qaysi paytda u travmaga aylanadi? Mana shu holatni o'zi travma, ya'ni uni zo'rlanishi travma, lekin o'sha zo'rlanayotgan paytda u rohatlandi. O'sha orgazm holatini his qilganda miya eslab qoladi. O'sha bunday insonlar katta bo'lgandan keyin mana o'g'il bola ayollar bilan yashashi mumkin, turmush qurishi mumkin, lekin o'sha mana bu oddiy jinsiy aloqadan qoniqish yo'q. Chunki ong ostida, zaxirada qachonlardir zo'ravonlik orqali va nosog'lom zo'ravonlik orqali, mana masalan, erkak shuni zo'rlagan bo'lsa agar, shu narsa menga kerak deb o'sha paytda qayerdadir aytaylik eshitganda yoki qayerdadir ko'rganda, kinoda bo'ladimi, pornografiyada ko'radimi, trigger bo'ladi. O'sha miya o'sha narsani eslashni boshlaydi va o'sha ehtiyoj talab qilishni boshlaydi. Ya'ni erkak bilan yotib ko'rgan, erkakni xohlashni boshlaydi. Bu o'sha haqiqiy jinsiy buzilish boshlanadi mana shu yerda. Chunki u ong ostida o'tirgan bo'ladi. Nima uchun biz parafiliya ko'p holatlarda yoshlikdan boshlanadi deb aytamiz? Mana o'sha ekshibisionizm deymizmi? O'sha aytaylik, masalan, kukoldlar bor. Kukold degan tushunchani bilasiz? Bu qachonki o'zini turmush ayolini, mana shunday erkaklar o'zini ayolini boshqa erkak bilan tasavvur qiladi yoki ko'rishni istaydi-da va ularni kuzatishni yaxshi ko'radi-da. Nablюдатель. Lekin nablюдательni o'zini alohida termini bor. Voyeurizmmi shunaqa, hozir aniq esimda yo'q. Ya'ni kuzatish faqat shunchaki jinsiy aloqa. Любой odamni, aytaylik mana qo'shnisini va qidirishadi shunaqa odamlarni. Yoki aloqa qilayotganini nazorat qilmoqchisiz. Boshqalarni, begona insonlarni aloqa qilayotganini ko'rgani, tushunyapsizmi? Kuzatib turib, o'zini qoniqtiradi. Shunday o'zini qoniqtirib mazza qiladi-da. Kukoldlar esa, kukoldizm bu konkretni o'zini partnyorini
ko'rish degani o'zini ayoli jarayonda tepasi turadi. tepasida turadi. Ha, va shuni o'zidan qoniqadi. Nima uchun shunaqa shakllanadi degan savol tug'iladi-da. Bunday insonlar qachonlardir yosh bola o'zini onasi, ota-onasini jinsiy aloqasini ko'rgan. Albatta o'sha paytda har xil ohanglarni eshitgan bo'lishi mumkin va bolani ongida bu qanaqadir zo'ravonlik, onam otamni o'ldiryapti yoki boshqa qilyapti, lekin ohanglar ham har xil bo'ladi. O'sha turgan joyida orgazm holatini his qiladi bolakay. O'zi bilmaydi, unda seksual xohish yo'q. U hali ereksiyasi bor, lekin seksual ereksiya yo'q-da. Fiziologik ereksiya bor. Shunday bo'lgandan keyin u o'sha aytganimdek eslab qoladi, ya'ni qoniqish paydo bo'ldi, lekin shu bilan birga kuchli xavotir va qo'rquv bilan birgalikda. Zapret bo'ldimi, chunki ko'rish mumkin emas-ku boshqalarni, yalang'och ko'rish bu ayay deydi. Ong buni eslaydimi, shunda mana shu rohatlanish zaxiraga tushib qoladi, lekin xavotirlik qoladi. Xavotirlik o'z o'rnida qoladi, u hech kimga aytmaydi, sir tutadi bu narsani. Ichida qolib ketdimi, katta bo'lgandan keyin o'smir yoshida tushunyaptiki, unga shu narsalar qiziq. O'zi ham uylangandan keyin tushunyaptiki, oddiy jinsiy aloqadan u qoniqmayapti, lekin tasavvurida xotinini kimdir bilan ko'rsa agar, chunki zaxirada qolib ketdi-ku, trigger bo'lib tepaga chiqdi, ongi ravishda endi chiqdi, keyin shunaqa narsalarni ayoliga taklif qilishni boshlaydi. Men bunaqa juftliklarni bilaman, ya'ni meni oldimga kelishadi. Endi tabiiy holatki, bunday insonlarda muammo bo'lgandan keyin boshida ayoli shikoyat qilib keladi. Ya'ni shunaqa bo'lyapti, men nima qilishim kerak deydi. Ayollar o'ylashadiki, muammo ularda deb o'ylaydi. Ya'ni shu darajada meni yengiltak deb o'ylaydimi? Bunaqa takliflari meni oyoq osti qilyapti, meni qadrsizlantiryapti, men yasha olmayman deydi. Qanaqa men hattoki hayotimda tasavvur ham qila olmayman deydi. Chunki ayol sog'lom psixologik ravishda, lekin erida o'zida muammo. Bilasizmi, shuni ham aytib o'tish kerakki, ota-onasini jinsiy aloqa bilan ko'rishi bilan birgalikda boshqalar, masalan, onasini ikkinchi eri yoki qanaqadir jazmanlari kelib ketgan bo'lsa, endi hammada har xil bo'ladi. Bu yerda hozir baho berish haqida emas, kimda qanday, to'g'rimi yoki noto'g'rimi. Hayotda har xil narsa bo'ldi. Shu narsani ko'rdimi? Bu bolani, o'sha o'g'il bolani juda qattiq qadrsizlantiradi. Shu bilan birga juda ko'p o'sha general onalar deymiz-ku, bolani ham tam juda qattiq qo'llik qilib, keyin masalan aytaylik, birinchi ayoli yoki o'sha erkaklarni birinchi muhabbati uni oyoq osti qilgan bo'lsa, o'sha erkakni samootsinkasi kuchli ravishda tushib ketadi, u ham zaxiraga ketadi, podsoznание deymiz, zaxiraga ketadi. O'sha katta bo'lgandan keyin har bitta erkak uchun xiyonat bu juda kuchli bir kechirib bo'lmaydigan bir voqea hisoblanadi, hodisa. Erkakni tabiiy holatga samootsinkasi tushiradimi? Lekin aynan kukaltizmda shunaqaki, u o'zini mana shunaqa o'zini ayolini boshqa erkak bilan kuzatayotgan paytda, o'sha payt buni tasavvur qiling-da, bu qancha uni samootsinkasi ham tushadi, u вообще nolga aylanadi, lekin shu holatda u qattiq удовольствие oladi, ya'ni rohatlanadi. Mazza qiladi, da. Bu shu darajada kuchli bo'ladiki, o'zini boshqara olmaydi. Mayli menga xiyonat bo'lsin deydi, mayli men ham bu erkakning oldida nol bo'ladi, lekin mana shu narsa qolib ketgan, chunki uni qachonlardir shunaqa qattiq oyoq osti qilishgan-da. Chunki bu hodisani o'zini tasavvur qiladigan bo'lsak agar, ayol kishi uchun-ku bu 100% fojia. Lekin erkaklar uchun ham bu fojia-ku. Lekin nosog'lom, aynan kukol bo'lgan insonlar, bu narsa ular ehtiyoji bor. Bu psixiatriya. Bu faqat seksopatolog va psixiatr bilan yechimini topishi mumkin. Chunki bu haqiqiy jinsiy buzilish. Tushunyapsizmi? O'zi bilmagan holda. Parafiliya demoqchisiz? Parafiliya. Imенно parafiliya hisoblanadi, 100%. Bu yerda уже oilani emotsional holatini поддержка qilish uchun seksopatolog ishlab beradi. Ya'ni muhitni saqlab qolish uchun psixolog, seksolog, konkretni buzilishlari bilan bu yerda seksopatolog va psixiatr ishlab berishi kerak. Ya'ni shunchaki faqat psixologlarga yoki vrachlarga, urologlarga borgani bilan bu miyada o'tirgan bo'ladi. Insest degan narsa bor, bu o'zining qarindoshlari, bu ham jinsiy buzilish bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin albatta. Chunki nosog'lom ravishda, endi bilasizmi, bu psixologik buzilish ko'proq. Chunki shuni ham aytib o'tish kerakki, oldinlari masalan vikinglarda, Shvetsiya tomonlarida, boshqalarda oilaviy turmushlar bo'lardi. Mana oilani o'zida insest holatlar kuzatilardi. Chunki qabilalar faqat o'zini oilasini saqlab qolmoqchi bo'lishgan, ular nosog'lom deb ayta olmaymiz. Shunchaki bu insonni anglagan ravishda bilib turib qiladi. Shunchaki o'zini shahvoniyligini, mana o'zini xohishlarini boshqara olmay qoladi. Insest holatlari bizning O'zbekistonda juda ko'p kuzatiladi. Juda
ko'p, ya'ni bu yerda insest degan narsa bu qachonki mana yaqin qarindosh. Bu yerda именно yaqin qarindoshlar, masalan, ota, ona, chunki onalar ham o'zini o'g'li bilan insest qilishi mumkin, otalar ham o'zini qizi bilan insest qilishi mumkin va mana shu holatlar juda ko'p kuzatiladi. Bizlarda bor, uchraganmiz, afsuski. Bu yerda inson bilib turib qizi ekanligini biladi. U uni ong ostidagi buzilish emas. Buzilishlar bu mana psixiatrik, psixologik juda zaxirada qolib ketgan buzilishlar, bu parafiliyalar. Insest holatlari bu уже qayerdadir psixologik nosog'lom muhitdan kelib chiqqan holda, lekin anglagan ravishda bilib turadi. O'zini qizi ekanligini bilib turadi, o'zini o'g'li ekanligini yoki o'zini singli ekanligini, boshqa ekanligini bilib turgan holda shunchaki o'zini emotsiyalarini, o'zini o'sha xohishlarini boshqara olmasligi. Keyin afsuslanadi bunaqa insonlarda. Parafiliyada u afsuslansa ham, boshqasi o'zini umuman boshqara olmaydi. Affekt holatga tushib qoladi. Mana shu narsa ehtiyoji kuchli bo'ladi. O'sha BDSM holatlarida ham xuddi shunday, qachonki bola yoshligida juda ko'p kaltak yegan bo'lsa, o'sha kaltak yeyotgan paytda kuchli возбуждение bo'lib rohatlangan bo'lsa, bo'ldi, fiksatsiya bo'lib qoladi. Endi rohatlanish faqat zo'ravonlik orqali, faqat o'sha agressiya orqali degan narsani ong eslab qoladi. Oddiy jinsiy aloqa qilsa, yo'q, anorgazmiya holati. Aynan zo'ravonlik bo'layotgan paytda bo'ldi, juda ham kuchli rohatlanish, kuchli orgazm holati bo'ladi. Конечно, keyin talab qiladi, chunki miyani ham shuni inobatga olish kerak. Miya kuchli ta'sirlangan narsani eslab qoladi. Dopamin shunaqa ishlaydi-da, kuchli ta'sirlangan narsani bo'ldi, mana shu kerak ekanman deydi. Va oddiy jinsiy aloqadan bo'lgan orgazm bu inson uchun juda oddiylashib qoladi. Boshida birinchi, ikkinchi martalarda okey, lekin bu emas xohishingizda, chunki triggerlarni ham, psixotravmalarni ham kuchi aslida shunda. Ular qachonlardir bitta uyg'onsa, ya'ni trigger deymiz, uyg'onish davrini, uyg'ongandan keyin o'sha uni doimiy ravishda talab qiladi ong. Ber deydi. Ber deydi o'sha narsani. Mana Akbarshoh, shu o'rinda sizga ham savol bermoqchiman. Mana biz bilamiz shunaqa buzilishlar bor. Menda juda ham ko'p, o'zimga ham qiziq bo'ladi shunaqa paytda. Buzilishni tushunyapmiz. Ong ostidagi zaxiraga tushgan muammo bo'lishi mumkin, lekin miya bilan ereksiyani aloqasi qanday ishlaydi va qachon, qaysi paytda ular aynan zaxiradagi xohishni uyg'otadi? Androlog sifatida aytsam, ereksiya bu olatni qo'zg'alishi va bu jarayon juda murakkab kechadigan jarayon. Bu ruhiyatga bog'liq holda amalga oshmasligi ham mumkin. Bu jismoniy o'zgarish bo'layotgan bo'lsa, tanada amalga oshmasligi mumkin. Ereksiya qanaqa kechadi? Ereksiya bu faqat erkaklarda bo'ladimi desa, yo'q, ayollarda ham ereksiya bo'ladi. Ayollarda erkak kishini jinsiy olatini golovkasi ayollarda klitr, rudiment organ bo'lib qolgan. Ereksiya degani bu olatni yoki o'sha jinsiy a'zoni, klitrni qattiq kuchli ixtirosga berilganda, hissiyotga berilganda o'sha a'zoga qon borishi. Bu a'zoga qon borishi uchun oldin o'sha joyga stimulyatsiya, ya'ni teyish kerak. Ya'ni jismoniy qanaqadir teyish bo'lish, kasaniya bo'lish kerak. Olatni boshchasiga tegish bo'lganda, ya'ni qo'li bilanmi, boshqa narsagami, jismgami teganda, bu olatni retseptorlari qoni orqa miyamiz orqali miyaga boradi va miyada dopaminning ko'tarilishi, gormon shastyani oshishi, reaksiyalar kuchaya boshlaydi va u aksincha teskari qon pastga yana impuls yuboradi, qonni yuborgin deb golovkaga, olat boshchasiga va qon bora boshlagan uchun qiziy boshlashi, u joyini kattalashishi va erigan holatga kelishi boshlanadi. Bu narsa kechishi uchun erkak kishida yoki ayol kishida albatta jismoniy qanaqadir stimulyatsiya bo'lishi kerak. Hattoki tug'izadigan dorilar, Viagrani ham qog'ozda yozib qo'yilgan. Ichganingizdan keyin o'zidan o'zi ereksiya bo'lib ketmaydi. Ichgandan keyin stimulyatsiya bo'lishi kerak. Stimulyatsiya bo'lishi kerak. Shunda preparat ishlay boshlaydi deyilgan. Ichib olib o'tirsa, mumtoz muzikani eshitib o'tirsa ereksiya bo'lib qolmaydi. Kino ko'rish kerak yoki qo'l bilan teyish kerak. Shunda qo'zg'ala boshlaydi. Ereksiyani kelishi uchun miyada reaksiyalar amalga oshishi uchun ko'z bilan ham informatsiya olish, quloq bilan eshitishi, qo'l bilan kasaniyalar, shu 5 ta retseptordan informatsiya borishi kerak. Burun orqali yaxshi hid, yaxshi ko'rik, o'sha aloqa bo'layotgan jarayonni, ovoz tonlarni eshitishi, ingrashlarni, yaxshi gapni eshitishi, qo'li bilan ushlab ko'rishi, ko'kragini, pastini, boshqa joyini. Shuni hisobiga miyada o'zgarish keta boshlaydi reaksiyalar va yana maksimal qon bora boshlaydi ereksiyani kuchliroq bo'lishi uchun. Oddiygina ovozni eshitib qoldi,
sal ereksiya bo'lishi mumkin, lekin to'laqonli bo'lmaydi. Erkak kishi bilan ayol kishi aloqasi vaqtida to'laqonli ereksiya bo'lishi uchun shu 5 ta retseptordan informatsiya to'liq bo'lishi kerak-da. Bittasi kamroq yoki ikkitasi borib qolganlari bormasa, ereksiya chala bo'ladi va erkak kishi qo'rquvga tushib qoladi. Bu qo'rquv 2-3 marta takrorlansa, keyingi ereksiya yaxshi bo'lmasligi ehtimoli baland. Chunki ruhiy erektil disfunksiya kelib chiqa boshlaydi. Qachondir bir narsa bo'lmay qolgani uchun. Bu qachondir yaxshi hid kelmay qoldi, kesdi ixtirosini, yomon gap gapirdi, misol uchun ayoli, "Voy, namuncha cho'zib yubordingiz" yoki "Namuncha xohlayverasiz" degan gaplar hisobiga yoki misol uchun bolani yig'lashini eshitib qoldi deylik qo'shni bular ta'sir qiladi ereksiyani amalga oshishiga. Shuning uchun erkak kishi aloqani boshlayaptimi, ruhan ham tayyor bo'lish kerak va aloqa vaqtida shu 5 ta retseptorga keladigan informatsiyani, ya'ni ko'z, burun, quloq, lab, qo'l, bularni hammasini pozitivni, yaxshi kelishini ta'minlash kerak. Xona sovuq bo'lsa ham ereksiya amalga oshmaydi. Sovuq xonada erkak kishida aksincha teskari proses keta boshlaydi. Butun tana o'zini saqlab qolish uchun oyog'idan, qo'lidan, jinsiy holatdan, hamma yog'idan qonni yuragiga, miyasiga olib bora boshlaydi, qonni ta'minlash uchun. Va qo'l oyoq muzlagan uchun oladan bo'shashib qoladi va aloqa yaxshi o'tmaydi. Hattoki sovuq xona ham ta'sir qiladi ereksiyani to'laqonli bo'lishiga. Faqat gap so'z emas, xonadagi temperatura ham. Shu joyda ba'zi bir holatlarda shunaqa layfhak ham bor, bilmadim, balki erkaklar sinab ko'rishgandir. Oyoqqa naski kiyib olib aloqa qilish ereksiyani kuchaytiradi degan gap ham bor. Issiqlik oyoqdan boshlanadi. Oyoq issiq bo'lishi kerak. Mana BDSM dedik. BDSM bu so'zlarni bosh harflari olinganda, o'sha bandaj deydi yoki belbog' deydi yoki qanaqadir remenlar, xifchinlar va sadizm, mazoxizm degan so'zlarni bosh harflari olingan va BDSM deyilgan. Mazoxizm degani bu Birovga og'riq sastaç qilib, ya'ni birovni urgani hisobiga maza qilayotgan inson. Shu urayotgan inson ham maza qiladi. Sadist bu og'riqni his qilib maza qiladi. o'ziga nisbatan sadomazoxizm. Bunaqa insonlarni davosi faqat bundan kechib borib yo'q bo'lib ketishmi, ajrashishmi yoki shu bilan umrni oxirigacha yashaverishmi? Bilasizmi, albatta bu tanlov. Buni shuni ham aytib o'tish kerakki, BDSMda agar bu kuchli faqat shu orqali rohatlanishni o'rganib qolgan bo'lsa agar, bundan kechish o'zi ham juda qiyin. Bunday insonlarni davosi ham qiyin. Agar o'zi xohlagan holda, anglagan holda psixiatrlarga, seksopatologlarga murojaat qiladigan bo'lsa va o'zini irodasi kuchli bo'lsa agar, u oddiy seksual hayot men uchun shu tanlovni qilyapman. Mana shu oddiy bo'lsa ham sog'lom ravishda yashayman deb o'zi tanlov qiladigan bo'lsa, parallel ravishda psixologlar yoki seksologlar bilan ishlasa, buni yechimini topsa bo'ladi. Обязательно davolanish orqali. Lekin ko'p holatlarda bunday insonlar bundan voz kechmaydi. Ular ajrashib ketishadi va o'ziga o'xshagan insonlarni topib olishadi. Bunga chunki miya qattiq o'rganib qolgan, bu ham bir addiksiya, bir turi hisoblanadi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, ko'p holatlarda jinsiy buzilishlar, o'zi umuman olganda boshqa parafiliyalar ko'p holatlarda 95% erkaklarda bo'ladi va 5% ayollarda. Ayollarda kamroq. Ayollarda 5% faqat, 95% ko'proq erkaklarda bo'ladi. Ularni o'sha ehtiyoji kuchli bo'ladi. Chunki mana ayolni, mana siz boya erkaklarni ereksiyasi haqida miya bilan bog'lanishini aytdingizda. Ayolning ereksiyasi erkaklardan 2 barobar tez amalga oshadi demoqchimisiz? Yo'q, sekin. 2 barobar sekin. Agar erkakni ereksiyasiga hattoki sekundlar ba'zan bo'ladi, stimulyatsiyasiga qarab, muhitga qarab, ayol uchun kamida 8 minut kerak. Kamida. Shuning uchun ham mana masalan biz oilalar bilan ishlayotganda предварительный laskalarga juda ham katta e'tibor qilinglar deb bekordan ham aytilmaydi. Ya'ni kamida 8 daqiqa ayol uyg'onishi uchun, ya'ni o'sha siz aytganingizdek miyadan signal borishi uchun, qonga to'lishi uchun 8 minut. Endi qarang, ko'p holatlarda erkaklarda bo'ladimi? Psixotravma paytida ham psixotravma soatlab davom etmaydi. U qayerdadir sekundda bo'lgan narsa bo'lishi mumkin. O'sha yosh bolakay, kichkina o'g'il bola o'sha paytda reski ereksiya, juda tez ereksiyani his qilgani hisobiga o'zi ham aytayapman-ku, yosh bolalarda o'smir paytgacha seksual qiziqishi o'zi yo'q.
Funksional ereksiya bor, ya'ni chaqaloqda ham ereksiya bo'lishi mumkin, lekin mana anglagan ravishda faqat u o'sha gormonlar o'zgarishini hisobiga, progesteronlar, testosteronlar oshishi hisobiga ham o'g'il bolalarda ham qiz bolalarda kamida mana 9-10 yoshga kirishi kerak deb, mana o'sha o'smir yoshga qarab, chunki ba'zi bir bolalar juda erta gormonlari pishishni boshlaydi-da, lekin bu ko'proq o'sha o'smir payti, ya'ni 12 yoshdan boshlab gormonlari o'zgarib, o'sha qiziqish paydo bo'ladi. Ha, nima ekan, ya'ni teginib ko'radi qayerdadir jinsiy holatiga. Mana shu holatni qiziqishi, o'sha rohatlanishni anglashi boshlaydi. Agar teginsam agar shunaqa bo'lar ekan. Mana bolalarning anonizmi ham bor deymiz-da. Bu ham qayerdadir psixologik buzilish. Qaysi ma'noda oiladagi kuchli naprejeniyani, ya'ni muhitida qanaqadir nosog'lom muhit bo'ladigan bo'lsa oilada, masturbatsiya orqali, anonizm orqali o'sha xavotirni chiqarib yuboradi. Seksual qiziqish bo'lgani uchun emas. Shuning uchun ham biz doim aytamiz, ya'ni buzilishlar nima uchun ko'proq erkaklarda kuzatiladi? Chunki o'sha paytda eshitgani, ota-onasini urishganini, zo'ravonlikni, o'zini zo'rlashdi yoki o'zini urayotgan paytda reski ereksiya bo'ldi, birdaniga rohatlandi. Ularda muhrlanib qolishi, ya'ni shakllanishi ehtimoli juda baland bo'ladi-da. Shuning uchun ham aytamizda, ya'ni agar biz erkaklar haqida aytadigan bo'lsak agar, ya'ni bu BDSM holatdan yoki jinsiy parafiliyalardan chiqib ketish yo'li bormi desa, faqatgina iroda kuchli bo'lsa agar va o'zi xohlab borib mutaxassislarga murojaat qilsa. Shunchaki er-xotin ko'p holatlarda ajrashib ketishadi, ko'p holatlarda ayol bu narsaga ko'nikadi, indamaydi. Endi yaxshi ko'radi turmush o'rtog'ini, sharmanda bo'lmaydi deydi, inson ajrashib ketsam nima bo'ladi deydi, ko'nikadi, ko'p holatlarga o'sha erini buzilishlariga ko'zini yumadi. Kelishuv asosida yana shunaqa bo'lishi mumkinki, oilalar yana nimani hisobiga saqlanib qolishadi. Ularda kelishuv bor, ya'ni xotini bilan normal jinsiy aloqa qiladi, bolasini tug'adi, lekin o'sha ehtiyojlarini boshqa joyda qondiradi. Ayoli bu narsaga javob bera olmaydi. Ya'ni ayoli bu narsani qila olmaydi, lekin biladi, erini shunaqa xohishlari bor, bunga ko'zini yumib yashashni davom etsa, okey-da. Chunki baribir erkaklar bu narsani kutadi. O'ziga o'xshagan insonlarni odamlar juda tez topib olishadi-da. Men qancha tajribamda ishlaydigan bo'lsam, o'zini guruhlari bor, o'zini tanish bilishlari bor, qanday bo'lsa ham topib olishadi-da. Haqida inson istasa nimani ham qila olmaydi, nima ham qo'lidan kelmaydi-da. Bu juda xavfli. Bizning O'zbekistonda mumkin emas, qonunga xilof bunaqa narsalar. Hattoki har xil gruppalarda, boshqalarda nazoratga olinganda ular, ya'ni ochilsa agar juda katta sharmandalik, chunki bizlarda qonunimizda ham bor. Chunki mana besoqolbozlik degan statyamiz ham bor hattoki-da. Va men o'ylaymanki, bu to'g'ri ham. Chunki nima bo'lganda ham tabiatga to'g'ri kelmaydigan jinsiy aloqa, parafiliyalar, jinsiy buzilishlar bu mumkin emas. Chunki inson mumkin ekan deb mana o'zini tushunmagan yoki o'zini anglamaydigan, aytaylik shunchaki o'smir o'zida ehtiyoj bo'lmasa ham ko'rish niyatida qilsa ham bu ham xavfli-da. Tushunyapsizmi? Chunki ko'p holatlarda o'smirlar qiziqish orqali bu narsani qilishadi. Shunchaki qiziq ularga buni qilib ko'rish. Ayniqsa qizlar. Mana shu yerda qiziqish orqali ko'proq qizlar boradi-da. Lesbiyankalikka aynan qiziqqani uchun kirib ketgan. Bunday insonlarni biseksual deymiz albatta-da, ya'ni ertaga turmushga chiqadi, lekin ertaga turmushga chiqishi ham mumkin, lekin ayollar bilan ham qilib ko'rgan bu narsani. Bu mumkin emas bizda. Qachonlardir qilib ko'rgan va turmushga chiqib ketgan. Qilib ko'rgani ham qiziqqani uchun. Erkaklar uchun, ya'ni yigitlar bu o'sha haqiqiy buzilish bo'lgani uchun. Shunchaki o'z-o'zidan bir narsalarni qilib ko'rmaydi. Masalan, sog'lom bo'lsa, oddiy ayol bilan qilib ko'rib rohatlangan bo'lsa, u uchun sog'lom inson uchun buni o'zi yetarli. Ya'ni shunchaki qiziqish bo'lgani uchun borib erkak bilan yotmaydi erkak. Hech qachon, chunki uni dunyo qarashiga bu narsa to'g'ri kelmaydi-da. Sog'lom erkak uchun bu narsani hattoki tasavvur qilishi o'zi ham fojiali-da. Lekin buzilish bo'lsa, o'zini boshqara olmaydi. Shu narsani qilib ko'rgisi keladi. Chunki bu ehtiyoj. Podsoznательный, ya'ni ong ostidagi ehtiyoj bo'ladi. Shuning uchun ham parafiliyalar faqat mana shunisi bilan ajraladi. Parafiliyalarni qancha turlari bor, bilasizmi? Jinsiy aloqa paytida
ayoliga ustimga siy ber, ustimga bir narsa qilib ber deb aytishadi-da, uni hididan ham maza qilishadi. Endi bu haqiqiy buzilishlarda. O'sha bor bunaqa narsa. Najas surishi yoki boshqa narsa. Aynan, da. O'sha aytganingizdek o'liklar bilan yotishni xohlashadi. Anaqa bizlarning viloyatlarda hayvonlar zoofiliya-ku va lekin u sekin normaga o'tib ketib qolgan-ku hozir. O'sha qaysi narsani ma'noda norma? zoofiliyani qilgan inson keyinchalik hayotida bu narsani eslamaydi, lekin normal jinsiy hayot bilan yashayveradi. Bo'lishi mumkin. Lekin bu ham baribir buzilishga kiradi-da. Ko'p holatlarda viloyatlarda shunaqa bo'ladi, bo'lmagani uchun o'sha hayvonlar bilan qilib ko'radi, lekin buni o'zi norma emasda, buni xohlashi ham. Masalan, masturbatsiya orqali ham qoniqishi mumkin. Yo'q, aynan anaqa bilan yoki shunaqa tushunchalar ham yurar ekan. Birinchi kechada o'g'il bolalikni isbotlashing uchun albatta zoofiliya, ya'ni o'sha hayvon bilan bo'lishing kerak. Чтобы birinchi kechada sen garov orqali boshqasi bo'lishi mumkin-da. Unaqasini eshitmaganman, lekin chunki meni oldimga ko'proq aynan o'sha buzilish bilan kelishadi-da. Siz vrach sifatida albatta bunaqa narsalarni ko'proq eshitasiz-da, to'g'rimi? Mana sizga ham shunaqa savol bermoqchiman. Masalan, men shunday insonlarni ko'p ko'raman, chunki aynan mutaxassis deb meni oldimga kelishadi. Lekin vrachga ham shunaqa shikoyatlar bilan kelishadimi? O'sha aytaylik, zoofiliya bo'ladimi yoki BDSM holatlari, dominantlik va hokazolar kelishadimi? O'zi anglab erkaklar keladimi? Kelishadi. Siz hozir mana BDSM yoshlikdagi qanaqadir travma hisobiga kelib chiqqan deyapsiz-ku, shunaqa holatga kelishadi. Normalniy jinsiy hayoti bor, lekin bundan sal zerikishganda BDSMni qo'llab ko'rishmoqchi bo'lishadi. Masalan, qo'l oyog'ini bog'lab qo'yib, ozgina og'riq berish yoki qaysidir joyiga sigaret bilan kuydirish, masalan, tanasini va aloqa bu insonlar oddiy jinsiy hayoti zerikish paydo bo'lgandan shu narsani o'ylab ko'rgan, o'ylayman, lekin bularga bu narsani davom ettirish tavsiya bermayman. Aksincha, shu o'zi odatdagi jinsiy hayotini uyda emas, boshqa joyda, ya'ni ekstremal, misol uchun, bilmadim, ochiq havoda yoki boshqa uyda, boshqa joyda qilish tavsiya beriladi. Chunki zerikib qolganda, endi masalan, yoshligidagi bitta insonni bunga, o'zini jinsidagi insonni bunga erkak kishiga qanaqadir, bilmadim, quchoqlashi yoki o'pishi qayerdandir jinsiy tazyiqlar emas, prosta qanaqadir teyishi, qo'lini silashi, bilmadim, ko'kragiga teyishi erkak kishini. Bu narsa xotirasida qolib ketib, keyinchalik yillar o'tib ketgan. Nimagadir erkaklarni o'zi bilan jinsiy holatlar haqida gaplashish unga qiziq. Qanaqadir erkaklar bilan o'zini jinsiy muammolarini gaplashish, o'z erkaklar o'zaro jinsiy muammoni gaplashmaydi, faqat mubolag'a qilib gaplashadi. Qoidasi bo'yicha. Qoidasi bo'yicha gaplashmaydi, lekin faqat bir-birini shu o'zini jinsiy holatini maqtab, mubolag'a qilib gaplashadi, lekin kamchilik qilib gaplashmaydi. Shunaqa gaplashish ular uchun qanaqadir yengil his qilishi, o'zini свободный, oson tutishi, ishonch paydo bo'lishi, kelib chiqayotganligini, buni ayoli ko'rib qolsa, balki ko'rib qolgan bo'lsa, erkaklarga qiziqar ekan degan tushuncha paydo bo'lishi degan narsalar bilan murojaat ham qilishadi. Yoki yoshligida bir marta shunaqa bo'lgan, jinsiy aloqa bo'lmagan, unga qarab turib masalan o'zini qondirgan inson hisobiga bu bola o'ylaydiki, opalarining oldida masalan katta bo'lgan, akalari yo'q, faqat qiz bolanchada katta bo'lgani yoki otasi o'rnini bosadigan odam yo'q, faqat ayol kishi uni katta qilganligi uchun bu uni mana shu muhit uni kelajakda gomoseksualist bo'lishga olib kelgan degan fikrlar bilan kelishadi. O'zi tegida shu birinchi qilingan, unga qarab qilingan aloqa tegida yotadi. Muhit qiz bolalar bilan yashashi, ular ikkilamchi bo'lib qoladi. Bu narsa bahona qilayotgandek bo'ladi u inson. Ya'ni shu qizlarni, opalarini ayblayotgandek bo'lib qoladi. Tegida haligi jinsiy aloqa bo'lgandek. Endi bu insonni o'zi seksologda to'liq davolanib chiqib keta oladimi? Bo'lishi mumkin. Agar masalan, opet-taki mana bu yerda har bitta seksologik, psixologik, umuman olganda meditsinada ham xuddi shunaqa, toki insonning o'zini ichki motivatsiyasi bo'lmasa, buni ustida ishlamoqchiman, bunday yashashni istamayman deb kelmasa agar, hech narsa yordam bermaydi. Kelishadi. Gipnoz yaxshi yordam berishi mumkin. Ya'ni bu shunaqa paytda bu o'sha travmasini tepaga chiqarib,
uni anglab, uni qo'yib yuborsa agar, уже ong osti uchun bu travmani o'zi juda muhim joyi bo'lmaydi. Ong osti qanday ishlaydi-da, Akbar Shoh? Qachonlardir psixotravma bo'lgan narsa ong osti uchun juda katta ahamiyatga ega. Usiz yashay olmaydi va mana shuni oqlash uchun har xil bahonalar qidiradi, ikkilamchi manfaatlari ko'p bo'ladi bunday insonlarni. Psixoterapiya u nima qiladi? O'sha zaxiradan, ya'ni ong ostidan u ko'taradi, ongli ravishga ko'taradi, bugungi kunni normalariga tenglashtiradi, kerakmas bo'lganlarini olib tashlaydi, sog'lomini qoldiradi. Xotira hech qayerga ketmaydi. Ha, bu bo'lgan. Qachonlardir bo'ldi, man buni ko'rdim, bildim, buni tan oldim, lekin bugungi kunda boshqa narsani qaror qilyapman. Boshqacha yashayman deb o'ylab, mana irodasini ishga tushirib, shunaqa to'g'ri qaror qiladigan bo'lsa, bu muammosidan chiqib ketishi mumkin. Aytyapsiz-ku, qachonlardir unga qarab qilingan narsa deyapsiz, boshqa mayli-ku bir marta ko'rdi, lekin agar siz shunchaki o'sha bolani o'sha paytdagi hissiyotlarini va qo'rquvlarini просто shunchaki tasavvur qilsangiz, bolani dunyosi sinadi o'sha paytda. Chunki u o'sha paytda ko'rishi mumkin bo'lmagan narsani ko'ryapti. Tasavvur qiling, o'sha paytda u insonni ohanglari deysizmi, ohlari deysizmi, boshqasi muhitni tasavvur qilib, aman ko'p holatlarda biz shunaqa seans o'tkazamiz, gipnoz emas, shunchaki trans holatlari bor. Просто yoshligingni esla, necha yosh bo'lgansan va detalni eslashni boshlagandan keyin shunaqa detallar kelib chiqadi va ho'ngrab yig'lab shu narsani aytib beradi-da. Ya'ni oddiy paytda so'rasangiz esida bo'lmaydi. Faqat o'sha paytni o'zida esiga keladi. Ya'ni uni ham kerakli savollar orqali, kerakli gaplar orqali uni o'sha paytga qaytarganingizdan keyin mana bu yerdagi har doim mumkin emas eslash degan eshikcha ochilib bo'lgandan keyin o'sha to'xtatib bo'lmaydi-da. Uni ochib bo'lgandan keyin, buni anglagandan keyin va masalan qayerdadir jahl orqali ham mana men yomonman. Shu narsani xohlaganim uchun men yomonman degan tuyg'u bilan yashashadi-da. Vaholanki o'sha payt u aybdor bo'lmagan-ku. Yosh bola o'zini qanaqa himoya qilishi mumkin edi? Hech qanaqasiga himoya qila olmasdi. Mana shuni ham olib tashlaymiz, ya'ni aybdorlik hissiyotini ham. Chunki ko'p holatlarda o'sha paytdagi aybdorlik hissiyoti aksincha agressiya sifatida ishlab qoladi-da, o'zini o'zi o'sha BDSMni ham, sadomazoxizmni ham bir anaqasi o'sha paytda. Qachonlardir zo'ravonlik qo'yilgan paytda san mazza rohatlanganing, san noto'g'risan, san kasalsan, unaqasan degan narsadan ichidagi mana o'sha aybdorlik hissiyoti juda baland bo'ladi va nima qilishadi? O'zini o'zi jazolaydi. BDSM faktiski o'zini jazolashdi. Siz juda qiziq narsani aytdingiz. Mana ba'zilar keladi, jinsiy hayoti zerikkani uchun ham qilib ko'rishadi. To'g'ri, bu haqiqat bor. Doim ham bu jinsiy buzilish emas. Lekin sog'lom insonlarda mana zerikkani bilan qilib ko'rishi mumkin, lekin og'riqni ham o'zini darajasi bor. Ya'ni ozgina og'riq bo'lsa ham, chunki mana ayniqsa erkaklar uchun ular tabiatdan og'riqqa chidamli. Ular uchun mana qanaqadir og'riqli narsani ko'rsa, jangni ko'rsa, ongi uchun adrenalin oshadi. Adrenalin o'sha libidasiga, o'sha ereksiyasiga ham hattoki yaxshi ta'sir qiladi. O'sha paytda возбуждение, ya'ni o'sha anaqasi uyg'onishi kuchli bo'ladi-da, o'sha paytda. Hissiyoti kuchli bo'ladi. Lekin uni chegarasi bor. O'sha mana chegaradan oshsa, og'riyapti desa to'xtatadi. BDSM haqiqiy buzilish bo'ladigan bo'lsa, jinsiy buzilish, u insonlar hattoki qon chiqmaguncha, qattiq og'riq bo'lmaguncha rohatlanish bo'lmaydi unda insonlarda. Tushunyapsizmi? Ular o'sha mana chegarasidan ham oshadi. Mana sizni oldingizga BDSM orqali jarohat ko'rganlar kelib qolishadimi? Masalan, ko'p holatlarda hattoki shunaqa vaziyatlar bor, jinsiy olatni bog'lagan, bandaj qo'ygan. Aynan shunaqa ko'rganmisiz shunaqa? Bo'ladi, bunaqa keladi. Ayniqsa sadist o'sha erkaklar shu jinsiy olatni ichiga turib teshigiga CD chiqadigan kanalga maxsus o'zini shariklardan iborat bo'lgan temirni tiqib aloqa qiladi va bu ichkaridagi kanalni yirtib yuboradi, qonatib, u qon chiqqan holda, ya'ni travma olgan, siyolmayapti, og'riq bor. Mana shunaqa holat bilan kelgan. Bu mana shunaqa bo'lib qoldi. Ko'pincha bular ochiq aytgisi kelmaydi, mana shunaqa biz BDSM qilamiz deya olmaydi. Ko'proq nimagadir bahona qilishadi. Yiqilib tushdim, nimagadir ichini narsa
olmoqchi edim, kirib ketib qoldi yoki bilmay qoldim, uyg'onsam shunaqa turgan ekan degandek bahonalar qilishadi. No, travma bilan kelishadi. Qattiqroq qisib qo'ygan, bog'lab olatni va ereksiya vaqtida u chandiqlanib qolgan yoki bosgan aloqa vaqtida urgan, masalan tuxumlarni qattiq tortgan moyaklarini, ular shikastlangan, endi nimadan shamollaganini aytolmaydi, aloqada travma oldim deyishi mumkin. Balki shu BDSM bo'lgandir, shunaqa travma olib tuxum shamollab qolishi. Paytsoda menda bunaqa narsa bor, savol bermoqchi edim. Agar aloqani noodatiy turini xohlab qolsa, bu jinsiy buzilishmi? Yo'q. Shuning uchun ham aytyapman-da, mana jinsiy buzilishda Bu noodatiy deganim, misol uchun analniy aloqa bor, oralniy. yo'q, bu buzilishlar emas. Bu shunchaki xohish istaklar, chunki seksni har xil turlari bor. Ya'ni u turlarni qilib ko'rish, chunki o'sha libidani uyg'otish uchun, ereksiya yaxshi bo'lishi uchun bir-biriga yordam beradigan bir seks turlari hisoblanadi. Lekin bular buzilish emas. Ya'ni mana oral seksni ham oladigan bo'lsak, chunki og'iz bo'shlig'i orqali boshqasi bir xil bo'lgani uchun temperaturasi deydi, boshqa deydi. U ham возбуждение kuchli bo'lishi uchun. Buzilish bo'lgani uchun emas, shunchaki yangilik, zerikkani uchun, lekin usiz ham ular jinsiy aloqa qila oladi. Jinsiy buzilishda usiz bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Amalga oshmaydi. Amalga oshmaydi. O'sha element bo'lishi kerak. Albatta o'sha buyum, o'sha holat, o'sha joy bo'lishi kerak. Ayniqsa bir marta qilib ko'rgan bo'lsa agar. Ayniqsa bir marta bo'lgandan keyin doimiy ravishda faqat shu narsani xohlaydi. Oddiy jinsiy aloqa unday insonlar uchun hech narsa emas. Ular istamaydi ham. Juda slishkim zerikarli ular uchun. Hattoki ereksiya ham bo'lmaydi-da, hattoki. Oilalarda masalan har xil oral seks deymizmi, anal seks deymizmi, nima bo'lganda ham kelishuv asosida ikkalasi xohlab, qayerdadir majburlab bo'lsa ham, lekin kelishuv asosida bo'ladi. Qilib bo'lgandan keyin oddiy seks turini ham, ya'ni klassik seks pozalarni ham ishlatishi mumkin-da. Bu buzilish emas, buni farqiga borish kerak. Hattoki anal seks ham xavfli bo'lsa ham buzilish emas. Bu insonni xohish istagi, instinkt juda kuchli narsa-da. Inson uchun haqiqatan ham uni dopamini har doim almashib turishi uchun, qiziqarli bo'lishi uchun sog'lom inson bu narsani xohlaydi. Nosog'lom deb ayta olmaymiz unday insonlarni. Chunki bu qayerda erogen zona bo'lsa, o'sha yoqqa qarab ketadi. Inson zoti shunaqa, organizm shunday ishlaydi. Orqasidan aytaylik, anal teshigi orqali erogen zonasi kuchli bo'ladigan bo'lsa, o'sha yoqqa qarab ketadi. Aytaylik, ko'kraklaridami boshqa joy qayerda bo'lishini qat'iy nazar. Hammani xohish istagi, hammani o'zini tanlovi. Men mana shu yerda ham bizlarni hozir bugungi podkastimizda eshituvchilarga shuni ham aytmoqchimanki, iltimos ham qilmoqchiman. Haqoratsiz, shunchaki obyektiv ravishda eshitishlarini xohlagan bo'lardim, chunki bunday muammolar har ikkinchi insonda kuzatiladi ba'zan-da. Endi balkim biz shunday insonlar bilan ishlashimiz uchun va bu to'g'ri yoki noto'g'ri, bunday gaplardan uzoq bo'lishlarini istagan bo'lardim. Sizga kerak emasmi bu mavzu, chetlashing. Lekin kimgadir kerak va kimgadir o'zida shu muammosini borligini uyalganidan hech kimga ayta olmaydi va bilsinki ularga ham mana o'zida ichki motivatsiya bo'ldi, men o'zgaraman deb keladigan bo'lsa, borsin, seksopatologlarga murojaat qilsin va shuni ham aytib o'tish kerakki, bunday mutaxassislarning eng birinchi etik qoidasi bu konfidensiallik. Ya'ni omonat gap, konfidensialность usvoyish, shuning uchun ham chidab o'tirmang, yashirib o'tirmang, boring mutaxassisga, u sizga o'sha konfidensialniy bo'lgan narsani belgilab beradi. Ya'ni hech kimga aytilmaydi. Sizga qiyin bo'lsa, buni ustida ishlang demoqchiman-da. Ko'pincha seksologga borgan erkak kishi, mana shunaqa jinsiy buzilishi bor bo'lgan erkak kishi borsa, seksolog aytishi mumkin. Senda balki gormonal o'zgarish bordir, balki jinsiy a'zoingda shamollash bordir. Mana semirgandursan, ko'kaklaring kattalashyapti. Bunda u inson nima qilish kerak? Seksolog bilan tanishib davom ettirish kerakmi yoki mutaxassis, ya'ni andrologga borish kerakmi? Men doim meni qabulimga kelgan mijozlar bilan ishlashdan oldin qanaqadir seksual buzilishlar bilan kelsa agar, birinchi beradigan savolim, endokrinologga bordiysizmi deyman. Avvalambor. Endokrinolog, urologlarga yoki androloglarga bordingizmi deyman-da, chunki toki u o'zini fiziologik muammosini bilmas ekan, ya'ni gormonal o'zgarishmi, u jismoniy mana jismonan tanasida bo'layotgan o'zgarish bo'layotganini bilmaguncha men uni qabul qila olmayman. Va masalan ishonib aytaylik, keldi meni oldimga, nima bo'lganda ham
birinchi qiladigan ishim mana suhbatini olaman, diagnostika qilaman-da, sразу mutaxassislarga yuboraman, vrachlarga. Endi muammosiga qarab, androlog kerak bo'lsa, andrologga masalan, tomirim bunaqa bo'lgan, tez bo'shanaman va hokazo deydigan bo'lsa, tabiiy holatki urolog, andrologga. Masalan, aytaylik, oxirgi paytlar vaznim oshdi, xohishim pasaydi, unday bo'ldi degan shikoyatlarda albatta endokrinologga borasiz deymanda. Bu umuman olganda agar biz seksologik muammolarni oladigan bo'lsak, bu doim sintetik metod. Ya'ni men bir o'zim ishlamayman u yerda. Doim yordamchilar yoki men doktorlarga yordamchi sifatida. Chunki ko'p holatlarda menga endokrinologlar ham, urologlar ham yuborishadi o'zlarini o'sha patsientlarini-da. Menga mijoz sifatida ular kelishadi, miyasida bo'lsa agar. Chunki ular mana davolanib bo'lishdi-da, siz aytasiz, mana bir jinsiy aloqa qilishda xavotir qanday bo'lsa, Stolsonni aytadigan bo'lsak agarda, bordi boshida vrachga boradi va bu to'g'ri ham. Men har doim aytaman, insonlarning vrachga bo'lgan ishonchi bu zo'r-da. Ko'proq ishonch doktorlarga va bu to'g'ri. Men ham shunaqa tarafdoriman. Birinchi doktorga boring, ko'rsating o'zingizni. Vrach o'zi hal qilsin, sizni psixolog yoki seksologga borishingizni. Tushunyapsizmi? Chunki tanadagi ba'zan shunchaki gormonal o'zgarishlar shunga olib kelishi mumkinki, menda muammo, miyamda muammo deydi-da, o'sha psixikamda muammo bo'lsa kerakdir deydi-da, lekin ko'p holatlarda shunchaki qayerdadir gormonal o'zgarish shu narsaga olib kelgan. Vrach bilan yechimini topgandan keyin ehtiyoj ham qolmaydi. Shunday ekan, biz o'sha jinsiy oral yoki anal seks jinsiy buzilishga kiradimi yoki yo'qmi deydigan bo'lsak agar, yo'q, doim ham emas. Ya'ni bu shunchaki insonlarning qiziqishi va shu narsani qilib ko'rishi haqida. Albatta oral seks qayerdadir taqiqlanadimi, boshqa qilinadimi bizga emas. Men bilmayman bu narsani. Bu faqat erkak va ayolning o'zini xohish, istagi va kelishuvi. Lekin anal seks haqida aytadigan bo'lsam, anal seks masalan umuman tavsiya etilmaydi. Ham meditsina tomonidan, ham seksologiya tomonidan, psixologiya tomonidan ham. Chunki anal seks birinchidan odamning o'ziga bo'lgan bahosini juda qattiq tushiradi, ayniqsa ayollarnikini. Chunki ularga shunaqa zo'ravonlik bo'ladi. Bu juda og'riqli jarayon. Ikkinchidan fiziologiya tomonidan oladigan bo'lsak, u joy sfinkter jinsiy aloqa uchun ham mo'ljallanmagan va uni yirtilib ketishi ham xavfli. Meditsina buni tasdiqlaydi har doimda. Shuning uchun ham tavsiya etilmaydi. Buni jinsiy buzilish demasak ham, lekin umuman tavsiya etilmaydigan xavfli bir seks turi desak to'g'riroq bo'ladi. Вот, поэтому shunday ekan, lekin o'sha gomoseksuallarni o'sha anal seks orqali qilishi albatta это уже jinsiy buzilishga kiradi-da. Ya'ni ular boshqachasiga ham qila olmaydi-da. Shuning uchun ham ularda bu buzilish orqali sodir bo'ladi. Muhitda katta bo'ldi. Muhitda onalar bilan, opalar bilan katta bo'lishi bu ikkilamchi aslida. Qachonlar baribir ham o'sha narsani ko'rib, uni psixikasiga ta'sir qilgan, ha, men ayol sifatida ekanman, men qiz bola sifatida funksiyamni bajarishim mumkin ekan deydi-da, katta bo'lgandan keyin gomoseksuallik xohish istaklari paydo bo'ladi. Hozir ayniqsa robototexnika rivojlangan davr, hozir gumanoid robotlar ko'payib ketdi. Bizga ham yetib kelsa kerak, Amerikada bu tezroq kelsin. Tezroq kelsin deysiz. Yordamchi kutyapti uyingiz. Bungacha virtual jinsiy aloqa, virtual sekslar, virtual fantaziyalar asosida erkaklar o'zini o'zi qondirishga o'tganda, endi hozir mana kuklalar, xuddi odam o'ziga o'xshagan kuklalar bilan jinsiy aloqani amalga oshirib, tinchgina tirik inson bilan yashamasdan kukla bilan yashaydigan insonlar. Bular ham jinsiy buzilishmi? Yo'q. Bu parafiliya emas. Bu shunchaki psixologik muammolar. Ya'ni insonlar bilan, tirik insonlar bilan til topisha olmasligi, o'ziga bo'lgan samootsinkasi past bo'lgan, qachonlardir ayol tomonidan rad etilishi aytaylik-da, agar erkaklar, ko'proq erkaklar kuklalarni ishlatadi. Lekin yo'q, mana shunda ayollar haqida ham aytish kerak. Ko'p holatlarda ayollar ham sun'iy vibratorlarni ishlatishadi. Bu tirik odamni, ya'ni o'ziga partnyorni topishda qiynalgani uchun alternativasiga o'sha o'yinchoqlarni oladi. Lekin nima bo'lganda ham shuni aytib o'tish kerakki, har bitta insonga inson kerak, tirik jon kerak, ya'ni emotsiya kerak. Bora-bora bunday insonlar baribir qoniqishmaydi va mutaxassisga murojaat qilishadi. Yoki bu istak xohishini chetga surib, borib masalan kimdir bilan kommunikatsiya qilishga harakat qilishadi. Unday emas ekan, bora-bora bu psixiatrik muammoga aylanadi. Ya'ni kuchli depressiyadan keyin qanaqadir imенно psixiatriyaga olib keladigan klinik holatlarga olib kelishi mumkin. Chunki sog'lom inson uchun
qaysi paytda u alternativa bo'lib berishi mumkin. Masalan, aytaylik, ayolida ajrashishdi. Hozir ayollardan nafratlanyapti. Hozir tam o'ziga ishonchi past, hech kim bilan anaqasiga, lekin ehtiyoj bor. Jinsiy konstitutsiyasi kuchli, har kun bo'lishni istayapti-da, o'sha kuklani olyapti-da, qilyapti. To'g'rimi? Yoki ayolda ham beva ayollar ko'p holatlarda sun'iy ravishda o'sha jinsiy olatlarni ishlatishadi va hokazo, vibratorlarni-da. Hattoki bu qayerdadir tavsiya ham etiladi. Chunki libido, sog'lom inson libidasi yaxshi, jinsiy konstitutsiyasi ham ehtiyoj bor-da, zino qilishdan ko'ra mana shuni qilganim yaxshiroq deydi. Bu yerda to'g'rimi yo noto'g'ri demay olmaymiz, lekin uni muddati uzoq bo'lmasligi kerak. Chunki insonga baribir aytgandek inson kerak. Bu jinsiy buzilish, mana haqqoniy jinsiy buzilishlar bor, ya'ni psixologik muammo bor, organik muammo deymiz-ku, xuddi shunaqada. Parafiliyalar aynan shu haqida-da. Erkak kishi bilan jinsiy aloqasini gomoseksualizm dedik. Va ayollar bilan ham yashasa, ham erkaklar holsa biseksual dedik. Sizni praktikangizda umuman uchraganmi, yo'qmi bilmadim. 60 yoshdan oshgan erkaklarda libido pasayishi, testosteron pasayishi, aloqaga bo'lgan ishtiyoq pasayadi, lekin qanaqadir baribir o'zi aloqani xohlaydi. Bu insonlarda biseksualizm rivojlanishi uyg'onadi. Uchragan vaziyat bo'lgan va bunaqa holatda siz qanaqa tavsiya berasiz? Qarangda, agar biz bu jinsiy buzilish haqida aytadigan bo'lsak, bu yerda ko'proq aynan psixologik jinsiy buzilish ketadi. Qachonlardir sog'lom ravishda jinsiy aloqa qilgan insonlar bora masalan aytaylik, ereksil disfunksiya boshlandida, ya'ni уже все, testosteron yo'q, libidosi yo'q, jinsiy konstitutsiyasi kuchli bo'lgani bilan. Jinsiy konstitutsiya Akbar Shoh nimani beradi? Miyada jinsiy aloqani xohishi beradi. Tushunyapsizmi? Men xohlayman deydi, lekin tanada kuch yo'q. Tana reaksiya yo'q. Tanada kuch yo'q, reaksiya. Ha. Lekin xohish bor. O'sha paytda nima bo'lganda ham o'sha narsani, ya'ni o'sha orgazm aytaylik, qanaqadir o'sha jinsiy aloqani xohish istagi bo'lgani uchun ko'p holatlarda bunday erkaklar gomoseksual tajribasini qilib ko'rishadi. O'sha ehtiyoj, ya'ni rohatlanish ehtiyoji bor bo'lgani uchun, qanaqadir yangilik kelsin deydi. Boshqachasiga qila olmaydi-ku. Ya'ni o'zi dominant bo'la olmaydi, o'zi kirib chiqa olmaydi. Kimdir kirib chiqsinchi deb shunchaki qiziqishi kuchli bo'lgani uchun va yana o'sha aktiv hayotga qaytishi uchun. Ko'p holatlarda bu depressiv holatdan chiqib ketish yo'li ham, chunki erkaklar uchun bu holatni o'zini tan olish, ya'ni o'sha undan u yog'iga erektil disfunksiya, shunga impotensiya, o'sha jinsiy aloqa yo'q degani-da erkaklar uchun. Shunday ekan, qayerdadir aktivligini, qayerdadir hali hayotda qila olishini o'ziga isbotlash uchun shunchaki qiziqish orqali borishadi bunday insonlar. Ya'ni bu psixologik muammo, lekin jinsiy buzilishga kirmaydi. Biz jinsiy buzilish haqida gapirar ekanmiz, ko'p holatlarda bu taxminan 21 yoshdan boshlab 35 yoshda kuchli eng seksual pikka chiqadigan paytda bo'ladi-da u narsalar. Meni tajribamda ko'proq mana shu yoshdagi insonlar keladi. 60 yoshdagi bugungi siz aytganingizdek gomoseksual xohish bilan kelgan insonlarni ko'rmadim o'zimni tajribamda, lekin biz o'qishda bo'lganimizda bizga shu narsani aytib berishganki, ya'ni shuning uchun ham bo'ladi va chesta shunchaki psixolog sifatida aytadigan bo'lsam, bu mantiqiy ham-da. Ya'ni ular umrbod sog'lom, o'sha umr ko'rib kelishgan heteroseksual bo'lib, ya'ni xotini bo'lgan, nevaralari bor, bolalari bor, hammasi okey, lekin aynan erektil disfunksiya bo'lgan paytda shu yozaga kelishi faqat shunaqa tushuntirib berish mumkin bu narsani. Hammasi bo'lib kelgan yaxshi bo'lib kelyapti, jinsiy aloqalar yaxshi bo'lib kelyapti, lekin yosh o'zini narsasini olib ketdi, ya'ni quvvati yo'q, testosteron past, qanaqadir surunkali kasalliklari, qandli diabet, holat qo'zg'almayapti, lekin tanani qaysidir joyi va bu aloqani xohlayotgani, o'zida ehtiroslarni xohlayotgani hisobiga boshqacharoq aloqani xohlab alternativa izlaydi-da. O'rindosh topadi o'rniga. Shunaqa. Shuning uchun ham shunaqa. Ya'ni lekin ayollarda ham shunday. Mana masalan yoshi katta ayollar nima uchun yosh yigitlarni xohlab qolishadi? Xuddi shu narsa. O'zini o'sha turmush o'rtog'idan erektil disfunksiya orqali bo'lgan sababdan ko'ra ola olmagandan keyin jinsiy, mana bu yerda ularda giperseksualность deyiladi, ya'ni seksuallik o'sha yoshiga xos emas, borib yosh yigitlar bilan ham yotib kelishadi. No, это gerontologiyada shunaqa muammo bor. Bu alohida mavzu va katta mavzu. Ayollarda, katta ayollarda yosh yigitlarni energiyasini xohlashi aloqada
o'sha energiyani ola olishi, chunki o'zida yoshi teng bo'lgan insondan buni ola olmayotganligi yoki uni просто imkoni yo'q, kuchi past, ya'ni surunkali kasalliklar, testosteron past, o'ziga e'tibor bermaydi. Yosh yigitlarda energiya ko'p, testosteron baland va aloqani bitta, ikkita, uchtagacha amalga oshirish mumkin. Erkaklarda bu yoshda o'zini yoshidagi ayollarni menstruatsiyasi to'xtagan, klimaks boshlangan, estradiol yo'q, ko'zlari chaqchayib turishiga, xinni tor bo'lishiga yoki Quruq bo'lishiga. quruq bo'lib qolishiga chaqiradigan o'sha klimaks boshlangan, o'ziga e'tibor bermagan ayol, vazni katta va ehtiroslarda o'zini ko'rsatib bera olmagan uchun erkak kishi majbur shunaqa ehtiroslarga boy bo'lgan yoshroq qizlarga e'tibor berish. Mantiqiy. Ya'ni Bu har ikkinchi oilada bo'lgan narsa. O'sha bu narsani sal boshqacharoq qilib hozir ya'ni osonroq variantini topgandek bo'lishmoqda, balki ikkinchi ayolni olish ham trendga chiqqani. Ya'ni sekin xiyonat emas, lekin ikkinchi ayolga uylanib, shuni o'rnini, vazifasini bajaradigan boshqa inson topgandek bo'lishmoqda ba'zi bir erkaklar. Ya'ni trendga aylanmoqda ikkinchi ayolga uylanish. Siz hozir juda qiziq mavzuni ochdingiz, ikkinchi xotinlik haqida. Bu alohida juda katta mavzu aslida. Haqiqatan ham 45 plus, ko'proq 50 даже desak ham plus erkaklarda aynan o'zini xotinini, bu 4-inqiroz, oilaviy inqiroz davri hisoblanadi va o'zini xotinini men ola olmayapman, menga kerakli bo'lgan narsani. Har xil sabablar. Avvalambor fiziologik sabablar, klimaks, menopauza davrlari va nima deydi, o'zini oqlaydi. Ya'ni xotinim qaridi, menga yoshi kerak deydi. Qanchalik bu to'g'ri va qanchalik noto'g'ri va nima uchun bo'layotganini keyingi podkastda gaplashsak. Gaplashamiz albatta. Farzoda aka, katta rahmat sizga. Sizga Juda qiziq mavzu bo'ldi deb o'ylayman va keyingi mavzusi menimcha shu bugun gaplashganimizda yana ham chuqurroq ko'rish nasib qiladi menimcha. Va keling shunaqa bizlarning eshituvchilarga taklif beramiz. Mana bugun biz shunchaki ustki ravishda tushuncha berdik. Yuzaki va agar sizga bu mavzular qiziq bo'ladigan bo'lsa va bahosiz va tanqidsiz avvalambor va agar sizga qiziq bo'lsa, fikringizni bildiring, kommentariyalarda yozing. Biz ko'proq mana shular haqida va chuqurroq sizlarga tushuncha berib ketishga tayyormiz. Albatta, sizlarning fikringiz biz uchun juda qiziq, ayniqsa sizda bugun biza gaplashgan mavzudagi holat yuzaga kelgan bo'lsa, sizni hayotingizda uchragan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Biz uni albatta yana ko'rib chiqamiz. Yo'llari bo'lsa aytib o'tamiz, ekspertlarni chaqiramiz kerak bo'lsa va bu video boshqa insonlarga ham yetib borishi uchun bu videoni tarqatib qo'ying, like bosib qo'ying. Keyingi videolarimiz sizga chiqib turishi uchun, xabardor bo'lishingiz uchun podpisatsiya ham qilib qo'ying. Rahmat.